6-iyun Farg'ona xalqaro aeroportida bayram. Bugun ziyoratchilarimiz Xudo xolasa jiddiy muborakka safarlar ko'rsating bu ziyoratchilar. Xursandliklarini qarang bu ziyoratchilarimiz. Farg'ona xalqaro aeroportida Xudo xolasa ajoyib holat mana. Ziyoratchilarimiz juda ham xotirjamchilikda registratsiyalardan o'tishyapti. Mana yuksak travelning xodimlari turib o'zlari bosh bo'lib har bitta odamlarni mana Akbar hoji akam o'tkazyaptilar. Alloh xizmatlaridan rozi bo'lsin albatta. Bu tomonda mana ziyoratchilarimiz kirishyapti, eshikdan to'g'ri burchakka borib forma nimcha bejiylarda olishyapti. Mana bu yerda xodimlarimiz tinimsiz ishlashyapti. Faqat yuksak xodimlar mana 1, 2, 3 tu naryoqda 2 ta xodim, 4, 5 ta, men bilan 6 ta, Akbar akam 7 ta, mana 8 ta bitta reysimizda 8 ta 10 ta xodimimiz chiqadi. Hali tashqaridan forma berib jo'natib yormaymiz bizda. Xudo xolasa hammasi qonun doirasida bo'ladi inshaalloh. Juda chiroyli holatda bo'ladi. Hamma mana shu yerda xursand holatda mana. Hoji onalarimiz mana xursand, Xudo xolasa hammalari. Avazbek hoji akam mana bu akamiz Avazbek hoji akamiz bo'ladilar. Bag'dodda Sheri desam bo'laveradi akamni. Hozir mana 100 ga yaqin ziyoratchilarni bosh bo'lib ketyaptilar. Akamizdan ham Alloh rozi bo'lsin xizmatlaridan. Salomat bo'lsinlar inshaalloh. Fidoyi xodimlarimizdan mana inshaalloh akamiz Shavkat bek akam bo'ladilar. Bu hoji akamiz ham xizmatdalar. Hamma chetda mana Xudo xolasa hamma xursand. Aeroportni ko'ryapsizlar, bo'm-bo'sh holatda, chunki yuksak travel xizmatda. Yuksak travel bor ekan, sakinat bo'ladi aeroportda. Men axtab gapirmayapman, to'g'risi, qani boshqa firmalardan bormi? Bo'lsa bitta odam bo'ladi akalar. Ana bizda hozir bitta reysda 8 ta odam chiqib turib, Xudo xolasa xizmatda biz inshaalloh. Faqat shu ziyoratchilar uchun Xudo xolasa. Mana kelishyapti, hamma xursand holatda kelyapti mana. Mana bu akamiz ham xizmatdalar, Xudo xolasa yodgor bek ekan bo'ladilar. O Shavkat aka, burchak yuraveramiz aka. Ana shu yerda bu akamiz ham viza beradilar hozir. Hoji akalar. Bo'ldi hoji aka. Xo'p bo'ladi. Mana Farg'ona xalqaro aeroportida Xudo xolasa sakinat mana. Ziyoratchilarimizni vizalarini berdik, ofisimizda hamma ular berdik. Xudo xolasa mana registratsiyalardan sanoqli yuksak travel ziyoratchilari qoldi, qolgan boshqa firmalar. Albatta mana bu yerda Mo'min hoji aka ham xizmatdalar. Alloh xizmatlaridan rozi bo'lsin. Mo'minjon hoji aka, salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Bardammisiz? Xudo xolasa to'y boshlagansiz, el yurt mana xalq sizni ko'radi, xalq taniydi. Xudo xolasa taklif qilib qo'ying xalqimizni. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Hammalaringizni 10-iyul kungi bo'ladigan shodiyona nikoh va aqiqa to'y marosimlarimizga taklif qilamiz. Inshaalloh. Hammalaringiz bir saharga nonushtaga taklif qilsangiz, tashrif buyursangiz, boshimiz osmonga yetadi, xursand bo'lamiz va xizmatlaringizda bo'lamiz. Assalomu alaykum. Rahmat hoji aka. Manzilda men yozib qoldiraman. Salomat bo'ling hoji aka. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Xalqimiz sizni yaxshi ko'radi, boradi Xudo xolasa. Ukamiz ham xizmatdalar. Akbar hoji akam mana aeroportni mana boshlig'i desak bo'laveradi mana. Yuksak travelni rahbarlari mana. Akam tinmaylar, keladilar mana aeroportda xizmatdalar 24 soat. Hamma ziyoratchilarimiz xursand Xudo xolasa. Mana bu tomonda hoji onalarimiz mana. Hamma xursand Xudo xolasa. Aeroportimiz bugun sakinatli, chunki yuksak travelni xizmatda biz Xudo xolasa mana hoji akamlar hamma yerda. Bu tomonda mana formalar berilardi. Bu tomonda vizalarimiz hamma yo'llar beriladi. Bu top bizning joyimiz, Xudo xolasa yaqinda shunga o'xshatib chiroyli qilib remont qilamiz inshaalloh. Bu Yodgorjon akam bo'ladilar, YouTube'da meni ustozim bo'ladilar, Xudo xolasa. Aka sizga ham rahmat, ko'p narsalar o'rganyapman. Alloh rozi bo'lsin aka. Xudo xolasa chiroyli holat mana.